Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga Dubayda uylari yana yuk topishdan charchamaydi. Bugun yangi qurilish shaharchasi maslahatnosiga kelganmiz. Bu yerda 6 sotkalik kottejimiz. Ya'ni bu 6 sotkalik kottejimizni video davomida video obzorida ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Video davomida uyimizni obzorini ko'rib chiqdik. Uyimizda hujjatlari joyida. Kommunikatsiyaga keladigan bo'lsak, suv, svet, kanalizatsiyalar va muammolar yo'q. Aytgancha narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 ming AQSh baho etishyapti. Uy egalari bank to'lovlari bor, 160 million qarzdorligi. Agar kimda-kim oladigan bo'lsa, 160 million chiqarib olib, qolganini bersa ham bo'ladi. Agar 45 ming AQSh kimda-kim oladigan bo'lsa, ular nomiga o'tkazib beriladi. Uy egalari nomerlari har doimdek video ostida. Agar kimda-kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, narxni sotishni o'rasizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha.